Bu yil uy, mashina olasizmi? Ya'niki uymi, mashinami? Demak, mana shu savolga kartalarimiz orqali javob olamiz. Uy olish, mashina olish istagida yurganlar ko'ramiz. Bu yil uy olishga verayatность qanchalar yuqori? Bu yerda kartam tushib ketdi. Demak, 3 ta variant qilamiz. Demak, birinchi variant. Demak, ikkinchi variant. Demak, uchinchi variant. Bu yil uy, mashina olasizlarmi? Ko'ramiz. Demak, birinchi variantni tanlaganlar. Korol Kubkov. Korol Kubkov kartamiz nima deydi? Korol Kubkovimiz demak, emotsionalniy qirol hisoblanadi. Demakki, bu qirolimiz удовлетворенный qirol, ya'niki natijadan qoniqqan qirolni kartasi hisoblanadi. Demak, bu yerda ko'rib nima deb ayta olaman? Bu yerda bu yil uymi, mashinami olish imkoniyatingiz juda ham yuqori. Chunki siz nima bo'lgan taqdirda ham holatdan qoniqarli ravishda bo'lyapsiz. Demak, bu birinchi variantni tanlaganlar edi. Ikkinchi variantni tanlaganlar. Olasiz, faqat ozgina o'ylagan muddatingizdan o'tgandan keyin. Семерка мечей bu уже nima deydi? Hosil ekilingan, o'sha hosilni biz demak terib olishni kutamiz. Hosilni pishishini kutamiz. Ya'niki, siz o'ylagan vaqtdan, demak, bu yil dedikmi? Bu yil emasda, misol uchun keyingi yilni boshlariga bo'lishi mumkin, lekin aniq olasiz bu yerda. Chunki bunga уже resurs kiritgansiz, уже ishni boshlagansiz, faqat o'sha ishni itogini olishingiz kerak. Bu yerda olinadi, faqat o'ylagan muddatdan sal keyinroq. Demak, uchinchi variantni tanlaganlar. Uchinchi variantni tanlaganlarda nima deb ayta olaman? Ko'rayotgan bo'lsangiz, hamda oq, hamda qora ustunlari bor. Bu ham bizga hamda yo'q javobni beradi. Demak, bu yerda men yana bitta karta tashlab, уточнить qilib ko'rishim kerak. Demak, uchinchi variantni tanlaganlarda bu yerda. Xo'p, qarang, bu yerda nima deb ayta olaman? Bu yil imkoniyat kamroq, chunki mana Troyka mechey kartamiz ko'rayotgan bo'lsangiz, o'sha yuragiga xanjarlar suqilgan karta. Ya'niki, eng og'riqli karta hisoblanadi kolodamizda. Lekin umidingizni cho'ktirmang, chunki Верховная Жрица bu bizni mudriy ayolimizni kartasi. Ya'niki, u hamma bilimlarga ega ayolni kartasi. Ya'niki, bu yerda nima deb ayta olaman? Sizni kuchingiz ham, sabringiz ham bu narsaga yetadi. Demak, faqat bu yilga emas deb javob berdi kartalar. Yana qaysi savollarga ko'rishimni xohlaysizlar? Bemalol yozib qoldiringlar.